Kanada parlamentining Xalqaro kishilik huquq tuvan komiteti 21 oktyabr kuni birdek qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Shundaqla Kanada hukumatini Magnitskiy kishilik huquq qonunini ishlatib, irqiy qirg'inchilik qilmishida javobgarligi bor Xitoy amaldorlariga embargo yurgizishga chaqirdi. Kanada parlamentining mazkur komiteti Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb to'nigan tunji g'arb hukumat organi bo'lgan. Mazkur komitet chorshanba kuni e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida Töven komitet Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy musulmonlarning Xitoy hukumati tomonidan ziyonkashlikka uchraganligini taraddudsiz ayblaydi. Töven komitetining 2018 va 2020 yillardagi guvohlik yig'inlarida o'tirib qo'yilgan dalil isbotlarga asosan Töven komitet Xitoy Kompartiyasi harakatining irqiy qirg'inchilik ahdnomasidagi irqiy qirg'inchilikni tashkil qilganligiga qoyil bo'ldi deyilgan. Kanada parlamenti Xalqaro kishilik huquq tuvan komitetining qarorida 2 nuqta alohida diqqat qo'zg'adi. Uningda Sharq Turkiston va Xinjiang degan ism tirnoq ichida teng ishlatilgan. Xitoy hukumatı qayta tarbiyalash markazlari deb atab kelgan o'rinlarni jazo lagerlari deb atagan. Qarorda yana Kanada hukumatı Xitoyning Sharq Turkistondagi harakatini tanqid qilib qolmay, uni irqiy qirg'inchilik tashkil qildi deb e'tirof qilishga, ittifoqdosh davlatlar bilan hamkorlashib, xalqaro kuzatuvchilarning Sharq Turkistonda tekshirish olib berishni qo'lga keltirishga chaqirilgan. Kanada parlamentining tuvan komiteti Xitoyning Kanadada turishliq elchisi Song Peiwo o'tgan hafta Kanada parlamenti a'zolarini Xitoy harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilsa, uning og'ir badal bo'lganligini ogohlantirgandan keyin mazkur qarorni chiqargan. Kanada bosh ministri Trudeau o'tgan juma kuni Song Peiwoning so'ziga inkos bildirib, Hong Kong va Sharq Turkiston Uyg'urlarining kishilik huquqlarining dafsanda qilinishini davomli tilga olganligini, Xitoyning majburlash diplomatiyasiga tiz bukmaydiganligini bildirgan. Sharq Turkiston surgun hukumati Cumhuriyet raisi G'ulom Osmon Afandi bu munosabat bilan Kanada parlamentining Xalqaro kishilik huquq tuvan komitetining Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb to'nigan tunji g'arb hukumat organi ekanligini, Kanada parlamentiga va bu qarorning ma'qullanishida aktiv rol o'ynagan kishilik huquq tashkilotlari, diniy va ommaviy guruhlarga, shundaqla Uyg'ur masalasini qo'llagan barliq aktivistlarga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirdi.